biza dahshatli Darknet saytiga kirib, yana o'sha qotil klonlarni chaqirib ko'ramiz. Va esingizda bo'lsa, bundan oldingi qismda biz birinchi qotil klonni chaqirgan va u klon bizga chemodanni tashlab ketgan. Va ana endi bu videoda esa biz yana bir qotil klonni chaqirib, o'zi nimaga qotil klonni borligini va Sardorni qayoqqa o'g'irlab ketishganini aniqlamoqchimiz. Darknet 3-qism. Klonlar haqiqati. Va ko'rib turganingizdek, do'stlar, biz dachani chiqaramiz va qorong'i tushni ham kutib oldik. Va endi bo'lmasam, o'zimizni an'anamiz, har doimgi sodiq qolgan holatda Darknet saytiga kiramiz hozir. yo'q, qilmaymiz, ko'rishmaymiz, kelmaymiz deymiz. Yana, okey. Menga rostdan ham qiziq. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Nimaga bu klonlar vaqtida bor? Va ularni maqsadi o'ldirish bo'lsa, nimaga o'ldirmayapti ular? Biz buni oxiriga yetishimiz kerak. Va shu bilan bir qatorda chemodanchi nima bor va Sardor qayerda? Bu savollarning hammasiga javob topishimiz kerak. Va bu uchun esa biz hozir yana o'sha Darknet saytiga kiramiz. Do'stlar, men bu videoni o'sha dahshatli saytga kirishdan oldin yozaman va do'stlar, meni yaxshi eshitinglar. Biz bu Darknet sonini 3-qismini olamiz va aynan mana shu qismdan nimagadir juda ham qattiq qo'rqaman, chunki o'tgan safar mana bu klon yonimizgacha keldi. Va albatta do'stlar, men mana shu Darknetga aloqador videolarni, ya'ni qo'rqinchli va eksklyuziv videolarni sizlarga juda ham ko'plab olmoqchiman va aynan mana shunday videolar o'tkazmaslik uchun hozir obuna bo'ling va albatta Darknet bu 3-qism bo'lsa, 4-qismi ham bo'lishi kerak. Va Darknet 4-qismni ko'rib, xuddi bir kino ko'rgandek bo'lmoqchi bo'lsanglar, albatta hoziroq like bosinglar, chunki 99 ming like va shu videodan davom chiqadi. Stop. Balkim biz shunda haqiqatan ham juda ham bir dahshatli joylarga yana bir borib ko'ramiz. Balkim o'shdan klon chaqirib ko'ramiz. Masalan, tashindiq bino yoki balkim Yevropadagi juda ham qo'rqinchli joylargadir. Aytgancha, agarda biz Yevropaga boradigan bo'lsak, albatta aviasales.uz dan foydalanamiz. Chunki aviasales.uz da biletlar juda ham arzon va kassadan tezroq. Va xuddi shu paytda do'stlar, mabodo biz rostdan dahshatli joyga borsak, o'sha joyda qo'rqib, ham uxlamasligimiz uchun bemalol mehmonxonalarni ham aviasales.uz orqali bron qilsak bo'ladi. Yaqinda chetga chiqmoqchi bo'lganlar nimadan foydalanish bilasizlar? Aviasales.uz va bo'lmasam do'stlar, bundan oldingi qismi, ya'ni Darknet 2-qism attiga 15 kun ichida 4 million prosmotrdan oshdi. Va qani ko'ramiz, bu qismi qancha prosmotr olar ekan. Bo'lmasam Darknet 3-qism boshlandi. Va do'stlar, biz yana mana shu Darknet saytini Clones degan bo'limni ochib oldik va bu mana shu bizani dahshatga solayotgan bo'lim. Menyuyimizda nimalar bor? Bizda tralalala bor. Ko'rsatmalarda 9 yoshida sirkda yo'qolib qolgan, 14 yoshida birinchi marta ruhiy kasalxonaga tushgan. Oqartirilgan klon niqobi bilan tunlari ko'chlarda paydo bo'ladi. Buni men hech chaqirmagan bo'lardim. Xo'p, dayta men eng past eshitdim, eng past qanaqa qilar ekan? U eng pastdan shoshimam qanaqa? Ismi Dahshat ekan. Yoshi 29 da, bo'yi 1.92, natijasi 26. Eng ko'p odam. Rekord. 26 ta qanaqa bo'ladi 26 ta odam? Balkim 29 ta bo'lar kelgandan keyin. Naqdini orasida qilman. Ayniqsa oxirgisidan keyin men to'g'risi bularni qanaqadir kvestdagi aktyor deb o'ylagandim, lekin ular rolni yaxshi o'ynayotganimcha. Hammaylar aynan bu dahshatli ko'rsatmalari ko'chma sirk yopilgach, barcha artistlar yo'qolgan. Faqat bitta klon qaytib kelgan, lekin u endi odamga o'xshamasdi. Davayt mana shuni chaqiraylik. Uncha qo'rqinchli ham emas ekan. O'zbekcha egansizmi? Dahshat. Qarayda lekin. Svet chiqib qoladi yana. Da, voy biladi-da. Bos bo'libdi, ko'ramiz svet o'sharami yo'qmi. Svet o'chsa men yo'qolib qolishim mumkin. Mayli do'stlar, bo'lmasa mana shu dahshat degan klon tanlaymiz. Ketdi, tanlashni bosdim. Bu nima? Bu vobshe boshqa klon tanlab qo'ydi do'stlar. Kobra. Boygi joyda bormidi bu? Bilmayman, bu bosib oldingmi menimcha? Yo'q, men bosganim yo'q. Sayt bunaqa xato qilish kerak emas. Ya'ni bu narsa biz zapisdan qolamiz, odamlar ham ko'ryapti. Bitta boshqatdan chiqib kirsa bo'ladimi? Bo'lsa kerak. Mana qarang. Xuddi mana shu dahshatni qaytarib bosaman. Baribir yana shunga olib kirdi. What the hell? Qarang, balkim sayt bizlarni mana shu klon chaqirishni so'rayotgandir. Balkim. Bu klon haqida ko'rsatmalar bor ekan va buni o'qiymiz. Bolaligida Jek ismli bola sirk Jek, unaqa ism yo'q O'zbekistonda, u hammaylar. Bolaligida Jek ismli bola sirkdagi klon bo'lishni orzu qilardi. Bir kun sirkdagi baxtsiz hodisada uni oilasi halok bo'ldi. Jek bu voqeani ko'tara olmadi va ruhiy kasal bo'lib qoldi. Yillar o'tib, u yuzini klon bo'yog'i bilan yashirib, odamlardan qasos ola boshladi. Shundan keyin uni qotil klon deb atashdi. Yuzlarim qishib, etlarim. Buni isos bilan o'zlari topgan. Ismi Kobra, Jek emas. Birinchidan bu yolg'on, menimcha ma'lumot. Ikkinchidan yoshi noma'lum. Ma'lumot yo'q. Bo'yi 1.74, natijasi 6 ta. Lekin rasmini qarang, birinchi marta buni qarang, yaqindan oling. Yaqindan qo'rqinchli ko'rinadi. Xo'p, biz baribir любой bitta klonni baribir chaqirmoqchi edik. O'rniga baribir sayt shuni chaqirishni so'rayotgan ekan, chaqiramizmi yo'qmi? Davay go. Rozimisan? Mayli, davay. Qaranglar deyman, faqat meni nomerimni yozyapmiz. Ketdimi?
Ketdi. Svet o'chadi hozir. Tayyorlanish Bular kerak. rostdan ham. Davay. Svetlar yoqib qo'yilib vallahi 3-2 bor chaqirishga bosdim. Men rostdan chaqirdim. Sayt ishlamayotgan bo'lsa. Da, manimcha shunaqa. Svet ochmadi. No, stop. Demak, menimcha prosta o'xshamadi. Va videosi joyida tugadi. Yo, stop. Menimcha bu yerda qanaqadir kutilmagan nimadir bor. Balkim, da. Har balo kutish mumkin. Bilib bo'lmaydi. No, hammaylar bo'lmasam sal kutamiz. No, agar klon kelmasa nima qilamiz? Dachadamiz, dam olamiz. Dom olamiz. Let's go. Do'stlar, mana bu narsaga e'tibor berishlik kerak. Aynan mana shu video uchun men mana shu kamerani sotib oldim va shu kamerani sotib olib shuncha xarajat qilganim uchun ham albatta like bosinglar do'stlar, chunki bu kamera tunda ham suratga oladi. Ya'ni biz klon kelsa, uni qorong'uda ham yashinib qolishiga ruxsat bermasdan uni suratga ola olamiz. Hamma Darknet yangi qismi ko'proq chiqsin dedi. Davayki mana Darknetdan yana bir yangi qismi chiqishini xohlasanglar, hozirroq like knopkasini bosinglar. Ya'ni agar sizlar mana shu video tagida 99000 like yig'ib bersanglar, biz Darknetda 4-qismni olamiz va 4-qismda nimalar bo'lishini 3-qism oxirigacha ko'rsanglar, bilib olsanglar, chunki bu qism juda ham qo'rqinchli bo'lishini kutamiz. Lekin, chemodanchi nima bor? Men eng qiziqayotganim mana shu. Ochib ko'ramizmi? Birinchidan buni sindirish kerak. Chunki mana olganman, qarang. Kalt kiradigan joyi bor va u ham sal buzuqroq va buni ochishni hozircha iloji yo'q va biz buni yerga tashlamoqchi emasmiz. Lekin bu klon nimaga bizlar uyimizga tashlab ketdi? Jida nimadir bor-da. Payt kelganda buni ham ochamiz va endi bo'lmasam prosta o'sha bizlarni qo'rqitmoqchi bo'lgan klonni kutamiz. Buni bekitib qo'yish kerak emasmi? Da, lekin ha. Ichida tsenli narsa bo'lishi mumkin, balkim pul bordir. Da. Rostdan ham klon keladi. Balkim kimidan so'rar. Shuning uchun ham buni bekitib qo'ygan yaxshi. Hop, Mametchi mana. Sauna deb hech kim o'ylamaydi, ishoning. Klon bo'lib fikrlash kerak. Voy, chamodanim haqida bekitgan ekan. Spaniyaga bekitgan-da. O, xayolimga kelmadi lekin. Nu hamma bo'lmasam do'stlar, mana shu chemadonni mana bunga qo'yib ketamiz va mana fanlar buni yaxshi ko'ryapti, lekin fanlar sizni ko'rmaydi degan umiddaman. Da, chamodan ham taxtani rangida. No, okey. Просто qoldiring bo'ldi. Agar hozir biz buni nimadir qilib yopib qo'ysak, Da, обязательно bekitib qo'yilgan deb logично o'ylasa bo'ladi. da, shuning uchun ham biz просто bo'ldi. Botlan svetini o'chirib qo'yamiz. Va o'zimiz chiqamiz ketdik. Do'stlar, bizni chemadonni berkitdik, Darknetdan klon chaqirdik, lekin svet o'chmadi. No, hammaylar endi bo'lmasam, dayte, просто klonni kutamiz. Men o'ylayman, baribir chemodonni qidirib keladi. Zakaz ham qildik, balkim zakaz endi atmen qilishmasa kerak, dastavka qilsa kerak. Klient hurmati bor-ku. Va biz bu paytdan foydalanib bir soatcha tennis o'ynab o'tirdik va hamma narsa keyin boshlandi. Mana shiddatli o'yin. Omon aka, Nima? tashqarida bitta masxara o'z yuribdi. Shoshma, qani, kim? Ular ko'gini o'zi ishtirokda do'stlar. Fikri shu kesa xursand bo'ladigan bo'lib qolamiz. Do'stlar, chorlan yo'q olamiz va mana bu tunda ko'rgan kamera olamiz. Qani, qayerda? Tashqarida u. Ko'rdim. Chiqmang. Jinnimisan? Qanaqadir tayog'i bilan uradi hozir. Qanaqasi ko'radi? Do'stlar, You speak English? Rat kimsiz? Sochini qarang uni. Boy rasmdagi odammi? Yaqinlashmang. Ne bor? Qo'ying, brat. Shoshma, buni hamma ko'rsa, buni olish kerak. Tayoq. Ichkariga kiringlar. Og'am qayerga ketdi? Все, dachani ichida. Dachanchilik aniq yo'q. Kim eshik yopmadi? Ammo nima qilay, darvozdan kirib keldi o'zi. Men qilganim yo'q narsa. Bilar do'stlar mana maqsudi deb. Ular taqlat tutdi, bilar. Ha, nima bo'lasiz? Nima qildi? Yo'q, qilma. Bilar qo'rqaman, kim bo'lishi? Kimsan? Bilar nima dedi? Solaman notdi. Yo'q, kimdan? Kim bu? Eng qizning nariga eshik ochib qo'yishi yo'q, Yo, nima qildik biz? Qasos soladi. Ya'ni ketdi haqiqatan. Qayoqqa ketdi? Ani kutilmaganda kelib qolish yomonda. Voy, bilet, eshik ochib ketib qoldi, afol bo'ldi, kutdim. Bilet, ani kulib yuribdi. Dachada aylanib yuribdi. Nahot tashqariga chiqaylik. Yordam beringlar. Iltimos. Sardor o'zi katta, ishtasizmi? Mamchi Sardorni olib kelgan. Yuring, to'xtang, yuring. Shoshma. Birinchi o'rinda hamma eshiklarni yopib qo'yish kerak. Qanaqasiga bu eshikni ochib qo'yish mumkin? Maqsud, sandim hammasi. To'xtang, hozir Sardorga yordam berishimiz kerak bizda. Iltimos. Bilet, Sardor ovozi yana eshitilyapti, bor. Va keyin biz Sardorning ovozi kelayotgan tomonga qarab bordik va o'sha keling, antivantrdan qaraylik. Mana bitta. Hamma ko'raman uni. Do'stlar, yo'q, qarang.
Sardor ushlayapti. Da bu yuzma Sardor ushlagan menimcha. Sardor? Sardor? Shu yertamisan? Sardor yo'q, ko'rdinglarmi? Nimani qo'lab o'tiruvdimi o'sha? Yo'q, lekin Sardor hozir keldi. Sardor yo'q-ku yo'da. Bir o'zi o'tiribdi-yu. Ovozini o'xshatgan bo'lsa-chi? Yo, hop, qanaqasiga uni o'xshatgan bo'lishi mumkin? Yo, birinchidan, ikkinchidan bizga o'z birovni ovozi eshitilmaydi. Yo, u o'xshatgan bo'lishi mumkin-ku. Aniq shu klonmi? Shoshmay saytga kiraylik просто. Yoki balki qanaqadir boshqa klondir. O't, sochi qo'lida tayog'i. Mana shoshmay qarang, klon rasmi, mana biz olgan kadrlar. Voy bilan, точно mana shu klon. Hop, bu qatdan. Menimcha, Darknet saytidagi odamlar bu yoqqa shu odam kelishini plan qilib bizaga predlagать qildi-da. Ularning o'zi qanaqadir ssenariysi bor. O'sha ssenariy bo'yicha ketyapti. Biz просто ishtirokchiga harakat qilyapmiz. Xuddi kvestga o'xshab. Da, ular hal qilib bo'lgan hamma narsa. Voy, lekin bunaqa bo'lishi вообще qo'rqinch. Birinchidan qarang. Hop, mayli, hop, shunaqa deb hisoblasak ham. Bu nimaga qasos olmanda otdi? Nimadan qasos olmoqchi bu? Shoshma, bilet. Nimadir o'ylash kerak. Bilet, men boydan beri ani qitir qo'ydi. Просто chiqaylik-da. Nimadir qotdi. Zritelniy kontakt ushlash kerak-da, maqsad nimaligini bilish kerak. Yo'q, bu gapirmayapti ham-da, u faqat qasos olmanda otdi. Klon. Voy, mana yerda nimadir turibdi. Kim qo'ydi uni? Shu o'likmi bu? Yo, bilmayman, shoshmang. Odam bu menimcha. Ichida nimadir bor. Ya, menimcha Gambin, to'xting. Qochinglar. To'xting. Ay! Nima qilyapsan? Do'stlar, bu qanaqa klon yana? Voy, men qarashini qara. Qani, qayerda? Mana. Voy, bilet. Bo'l, yo'q. Bo'l. Yo'q. Yo, stop, men qo'rqdim. Bu nima? Demoqchimi bu? Bunaqa o'liklar bilan nima qo'rqityapti bizani? To'xtab prank qilyapti menimcha bizga bu. Oynalarni yopaylik. Hamma narsa Ko'rmasin bizani. bilet, men yopilmas ekan вообще. Voy, bular yopilmas ekan u. Ha, o'yinlar yopilmas ekan. Qani u qayerda? Anqir. Yo'q, qoch! Shoshmang. Brat, nima qilyapsiz? Aytdim sizlarga chemadonni so'rayapti bering. Yo, biz chamadonimiz, chamadon. Qara. Qanaqa chamadon? Nima? Sardor qayerda? Sardor. Bilet. Nima bo'ldi? Sochimni yulib oldi. Nima bo'ldi? Hazırlaşma. Bo'ldi. Maqsud. Qoch. Bo'l. Bilet, qo'rqib ketdi. Bilet! Bo'ldi, qiling, bilet, qo'rqmayman. Bu вообще giperaktivnik bu. Hop, siz nima qildingiz? Rosa sochingizni oldim. Ha, sochimni yulib oldi. Endi nimaga berdingiz? Bilet, sochingizni. Nima bo'ldi? Maqsud bu yoqqa. Qani u? Balkondan pastga tushib ketdi u. Nima? Sakradimi? Ha, sakradi. Bilab. Tepadan sakradi hovliga. Aniq tepadami? Yo'q, rost. Ket tepaga chiqamiz. O'rtoqlar tepa ham qop-qorong'i bilet. Qani u? Pastdan sakradimi? Mana bitta sakradi pastga. O, qanaqasiga sakraydi u? Mana shu pastga sakradi u. Voy. Endi men o'ylashim bo'yicha do'stlar, bu klon haqiqat berkim olgan. Va aytgancha xuddi shu paytda. Do'stlar, albatta mana shu videoga like bosinglar. Chunki bunaqa mashtardagi video men hali olmaganman. 99 ming likedan keyin men bu videoni davomida olaman. O'rtoqlar, sizlarga 99 like yig'ish, hamma klon qidiraman. Прикинь, giperaktivnik sakrashini ko'rdingmi? Odamga o'xshab. Lekin men zinadan qochayotganimda oyog'imdan tortdi. Yo, bo'tda yo'q. Bo'tda ham yo'q. To'xtang. Qayerdandir ovoz eshitilyapti. Men eshitdim. Shu ovoz mashta eshitilyapti. Qayerda? Ana, pastda. Aytdim-ku, ana pastga sakrab ketdi. Yo'q, qilyapti. Nima qotdi? Yo, do'stlar, bu nimadir chizyapti pastda. Jinnimi bu? Bila, gamitaga eng qiziqsiz sochi sarf ketadi. Shoshmanglar. O'rtoqlar, xuddi shuni aytsam, men xuddi shu payt ichkarida ham qanaqadir klon bor deb o'ylayman. Chunki boydan ichkaridan ham ovozlar eshitilyapti. Sizlarga eshitilyapti, lekin menga eshitilyapti. Вообще tushunib bo'lmayapti nima borligini. Вообще bu klon qayerdan keldi va nimaga qasos olmanda otdi? Chemadonni bermaymiz desak, bo'lmasa ko'rsandu sochini olib ketib qoldi. Nima degani bu? Do'stlar, bu sham yo'qotdi endi. Nima bu? Men qo'rqaman, realni. Yo'q, qo'rqasiz siz sochingiz bo'lgandan keyin. Nima qilyapsan? Birodar, qo'ying lekin. Yaxshi ish qilyapsiz. Nimadir yo'qotdi, u nimadir yo'qotdi.
Sham bo'lmay turibdi. Gambitga sizni ko'rsatdi. Ya. Man tushunmayman, man qo'rqaman o'sha. Yarim kechasi men bu yerda qanaqadir ritual qo'yibdi klon. Yo'q, men bilan bo'layotgan yoqmayapti bu real. Yo, xo'p, menga o'qitdimi? Yo'q, menga ko'proq yoqmayapti-da. Do'stlar, bu normal narsa emas. qarang nimadir yoqyapti rostdan ham. Gambitga sochingiz yoqirdi. Yulduz chizib hozir. Yo'q. Yo'q qoldi. Ey! Men bilan qo'yinglar bolalar. Ey, bu normal narsa emas, bu. Nechasini bunaqa qilisham shu yerda? Sizni sochingiz yoqvordi. Блядь, boshim og'riyapti. Omon aka. Nima? Gambitni mazasi bo'lmayapti. Yog'i, Qarang mana. Блядь, boshim og'riyapti. hazillashmay aldamayapsan. Meni kamerani chiqarishmi? Yo'q, realni. Maqsud, men yo'qligini kelish oldinglarmi? Yo, brat, sochidan qattiq yulib yubordi-da, shunga boshi og'riyapti. Sochidan yulsa boshi og'rimaydi-ku. Seryoznimi? Gambitga seryoznimi? Da, ham yulgan joyi bor edi, bilan ko'zim. Turing. Shoshmanglar do'stlar, nimadir bo'lyapti Gambitga. Normalmi hammasi? Da, ko'zim og'riyapti. Ko'zingiz nimaga og'riydi? Boshim ham og'riyapti. Nima? Ko'zim o'tirib ketayotgandek bo'lyapti. Shoshma, san ham ko'ring. Gambitga, hammasi normal emasmi? Men mashina o'taman. Gambitga? Mana buni qarang. Ey, ko'zingizga nima qildi? Nima qilgan? Do'stlar, bu вообще normal narsa emas. Ichimda kimdir bordi, jigar. Aka qo'ying. Men qo'rqaman, klon qani o'sha yerda. Shoshma, bu. Nima bu? Klon Gambit sehrlab oldi boya Yulduz bilan. Sochini yoqdi-yu, ko'rdingizmi? Bu hazil emas bu. Agar Gambit hazillashmayotgan bo'lsa, men to'g'risi Gambit hazillashadi bo'ladim boshida. Chunki ko'zi ishaganda linza kiyib oldi. U o'zi oqarib ketmaydi, yuz bilan. Klonga aylanayotgan bo'lsa-chi Gambit ham. Jinnim, sen bunaqa bo'lish mumkin emas. Hammasiga klon hozir javob berish kerak menga. To'xtingchi, ovozi pastdan keladi, balkondan qaraylik. Mana. Nima holatda bu? Ey, Sen nima qilding? nima qilding, ey? Nima? Bu как будто xuddi rus odamdek o'zbekcha qiynalib gapiryapti bu. Nimaga kerak senga chamadon, ey? Mana qara. Oy, nima qilding, ey? Voy, bret, nasot, bret, kir, icheri kir. Chamadon, bret. Nima bor shunchalik chamadonda? Shoshma, pastga tushaylik. Do'stlar, men to'g'risi dovdirab qoldim. Men umuman kutmagandim. Chunki hozir bizda eng qo'rqmas bitta odam yo'qolib qoldi. Gambit ketdi hozir bizdan. Men menga kamera qo'yib qo'ying, mabodo kelib qolsa. Do'stlar, to'g'risi sen bunaqa bo'lishini umuman kutmagandim. Men chamadonni baqirib yuribdi klon. Chemadonni qaytarib bersak, keyin Gambit. Ey, yo'q, chamadonni bering ham bular. Hozir Gambit agar shunaqa yotaveradi, brat. Uni xohlagan narsani berish kerak emas. U qayerdan bilasan chamadonni balkim Gambit tuzatmas, просто shunday qoldiradi. Qayerdan bilasan? Endi uni qarang buni. O'ynashdan eshikka. Bilsam nima qilish kerak? Gaplashish kerak, ishonsam. Bu ham odam-ku. Bu jinni bo'lsa ham odam-ku. Brat, nima xohlasiz? Eshikni ochingchi. Bo'ldi, eshik ochdim. Birinchi o'rinda iltimos, o'zingiz bosing. Nima qilganingiz, nima qildingiz unga? Qo'yib yuboring bolani, bilet. O'zini joyiga soling. Chamadon do'stlaringni ustimi? Chamadon do'stlaringni ustimi? Birinchidan, bu chamadon bizni topib oldi. Va u bizaniki. Ikkinchidan, senga shu daraja kerak. Даже gapishlar, do'stlar gapishlar. Men asab buzilib ketdi. Men urgim kelyapti, to'g'ri aytsam. Unga kerak emas! Kimga kerak bo'lmasa? Unga kerak chamadon! O kim bo'lmasin? O'zi sizlarni topadi. Kim topadi? Bu qizlar yoshi kulurmay zo'rdi. Bilet. Ben vashi shoshim burchak taqlab qoldi, aytaylik. Qo'ching. Oy, odamdek gapir, ey. Bilet, men tushunmayman, chamadan. O'g'lim Gambit to'g'ri. Nimani o'zing topasan? Bu jinnimi bu? Men asam buzilib ketdi. Urib nimadir qilib qo'ysa bo'lmaydi-ku? Hozir uni urganimizdan keyin qanaqa qilib Gambitni qaytaramiz? Unaqa qo'rqinchli bo'lib qoldi ko'zlari. Gambit nima qotdi o'zi? Hamma xonada kamera bor. Men qo'tkashini qarang.
do'stlar bu вообще jinni qilib tashyapti odamni. Gambit nima bunaqa emas edi. Yoki Gambitdan bularga qo'shildi. Ya'ni mana shu questga o'xshagan joy qo'rqityapti. Yoki bular rostdan nimadir qotdi. Men qo'rqib ketyapman, bilet. Dayt Gambitdan xabar olaylik-chi. Va endi bo'lmasam do'stlar, biz Gambitdan xabar olamiz, chunki bilmayman Gambitga nima bo'lyapti, bilet. Bizani o'zimizni so'y bo'lib, dashaga kelganda bunaqa emas edi. Mana svetda ham yoqishga hech harakat qilib ko'rmaymiz, biz ha? Rozimiz shu qorong'iga. Xullas Gambit mashit. Prekin boshi bilan shuna qurot eshikka. Mana. Shunaqangi darajada jinni qilib qo'yadimi odamni? Gambit! Brat, ket, shoshma. Hammasiga ham klon. O chemadanchida nima bo'lishi mumkin? И вообще-то, Darknet klonlar qatdan paydo bo'lyapti bular? Bular qatdan bilyapti bular? Qanaqasiga militsiya bularga tegmaydi? Mana past yur, olgan. Chamadonni baribir olaman. Nimadir deyapti u. Qanaqadir joyda o'qiyotganda. Sizni ham sochingiz yulyapmadimi? Bular qo'rqib ketyapman. Ket. Qocha ichkariga kiring. Bu bor-ku, birinchidan umuman ishoninglar mana bundan oldin klon sezgan bo'lsanglar, umuman yoniga boramagandim. Ya'ni qo'rqqandim. Bundan oldiga boraman. Birinchidan, men klondan qo'rqmayman. Ikkinchidan, o'sha buncha qo'rqinchli klon emas. Ya'ni bu как будто xuddi oddiy qanaqadir jinni odam klonni makiyajini qo'yib turib, bizdan qo'rqitmoqchi bo'lib yurganda. Lekin Gambit bilan qilgan ishdan keyin buni hazil tushunib bo'lmaydi umuman. Birinchi o'rinda shoshma, birinchi o'rinda do'stlar. Shuncha harakat qilamiz. Hozirroq videoga like bosib qo'ying. Chunki ayni mana shu video 99 ming like yegandan keyin biz bu videoni davomini olamiz. Ko'rasizlar naqadar emotsional bo'ldi. Xuddi questdagidek, xuddi kinodagidek bo'ldi. Va buni hamma kontent aynan sizlar uchun. Bu yo'g'a yoz keldik, kanikul, maktab yo'q, mazza qilaylik va albatta omonxon 3000 harakatga obuna ham bo'laylik. Va bilasan endi biz nima qilamiz? Odamlar juda ko'p so'radi va o'zimga ham qiziq. Mana shu barcha klonlar qiziqotgan chamadan ichida nima borligini ochamiz. Ya'ni chamadanni hozir borib ochamiz. Keting. Let's go. Mana do'stlar chamadan va buni mana hech o'z ichida nimadir bor. Qarab qochsa bo'ladimi? Borib pichoq olib kel, tezroq. Mana tosh bilan ursamchi. Bilet yo'q, ochilmaydi. O'rtoqlar, nima jinniliklar bo'lyapti? Bilet ochilmayapti. Nima, pichoq olib keling? Ber. Ochil, ket. Всё. Do'stlar, bu goblin o'yinchog'i bu. Shoshma, mana daftarga qara. Qara, ichini olgan. Do'stlar, buni ichida nimadir yuribdi. Va shoshma. Bu o'yinchoq-ku mayli, qanaqadir qonli o'yinchoq, lekin mana bu daftar nima? Stop. Balkim bu ular uchun qanaqadir muhim bir daftar, balkim shu daftar uchun ko'rsat, shuncha o'zini qiynab. Yana qara. Xuddi mana shu narsani boy ko'chaga tizgandi. Xuddi mana shu sehr Gambitga o'tgandi. Demak, bu yerda nimadir bor, ha? Da. Shoshma. Shoshma. Birinchidan, mana bu o'yinchoq bizga kerak emas. Chamadonni yop. Bizga kerak mana daftar. Bular. Mana chiqalam tashqarida bo'lsa kerak, tashqaridan o'zi eshitadi. Hamma ochamiz. Bunun ichida nima bo'lishi mumkin? Ichida hech bola yo'q-ku, shoshma. Hech bola yo'q. Bu hech bola yozilmagan daftar uchun shuncha harakat qilmaydi-ku bu. Bu yerda nimadir bor, ishoninglar. Nima? To'xtang. Buni qarang. Hozir shoshma, hozir boy yo'q edi-ku. Vot. Shoshma. O'lim daftari pastda yozgan ekan. Yo'qolgan bolalar kundaligi. Bilasan bu nima degani? Demak, barcha klonlar bular yo'qolgan bolalar. Stop. Qara, Darknetda ular natijasi deganda biz 16 ta odam, 12 ta odam degandik-ku. Biz ularni 16 ta, 12 ta odam o'ldirgan deb o'ylardik. Balkim qayerdan bilasan? Ular mana shu 16 ta, 12 ta odamni balkim klon qilgandir, o'ziga o'xshagan manqurt qilib. To'xting, davomini ochingchi. Davomida hech bo'la yo'q. Eng qizi bu yozuq qayerdan paydo bo'ldi? Shoshma. Stop, bor ekan. Shoshma. Qanaqa bu? Bu qanaqa daftar bu? Demak, mana shu daftar uchun bular shuncha harakat qildimi shunda? Xo'p, shoshma o'qiylik mana, qara. La'natlangan bashorat kitobi, oxirgi ogohlantirish, qo'llanma. Bu kitobdagi har bir yangi ko'rsatma yana bir dahshatli ish sodir bo'lgandan so'ng ko'rinadi. Stop. Demak, bu xuddi aniq kinodagidek. Yana bitta shunaqa bitta kino bor. Unda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ya'ni shunaqa daftar bo'ladi-da. Har bitta qo'rqinch ish bo'lgandan keyin bundan oldingi xuddi mana shunaqa yosh bolalar unga tipa shu qo'rqinch vaziyatda qanaqa chiqish haqida yordam bergan bo'ladi. O'sha yozilmalar ko'rinadi. Bu degani dahshatli sodir bo'lgandan keyin bu kitob bizga ko'rsatma, ya'ni yordam berish kerak. Haqqisi rost. Bila. Stop. Mana bitta yangi yozuv bor. Qara. O'qingchi buni ham. Qara. Sehrni qochirish, istalgan sehrni u yasalgan narsani yo'qotish bilan yo'q qilish mumkin.
Shoshmang. Nima tushunding? Men tushundim. U boya yulduz chizdi-yu, Gambit sehrlab qo'yish uchun. Mana bunaqa yulduz. Da. Hop. Bu yoqda aytilyaptiki, tepa yulduzni biz yo'q qilishimiz kerak. O'sha sehrda yo'q qilinsa, la'nat yo'qoladi. Men ishonmayman bunaqa. Sen noto'g'ri menimcha. Bekordan boyagi kobra yana o'sha yerga chiqib ketmadi. Bildi bizani yana. Kobra kim u? Boyagi klonning ismi? Bile o'zini kobramidi? Qara, hop, mayli. Agarda saytga narsa bor deb hisoblasak, shunda biz prosta u boyagi qurgan tuzni buzorsak bo'ldimi? Shu darajada oddiymi saningcha? Bunaqa oddiy bo'lishi mumkin emas-ku. U uni atrofida yuribdi-da. Bilet, lekin mana Gambit, mana hozir mana qotgan ishni qara. Bu hammali Gambitni bu darajada prям yomon holda ko'rishdan ko'ra Maqsud tushunganini sinab ko'ramiz. Va do'stlar, to'g'risini aytsam, men hozir Maqsudga ham ishonmayman. Chunki Maqsud ham o'zini g'alati tutdi, Gambitga o'xshagandek. Ya'ni nima desam, to'g'ri tashyapti-da, savollarni ko'rmayapti. Shuning uchun men uncha ishonmayman. Shuning uchun ham hozir mana bu kitobni Maqsuddan ham yashirib qo'ymoqchiman. Maqsud ham sotib berishi mumkin, to'g'rimi? Va do'stlar, men bu kitobni manikiga qo'yib qo'yaman. O'ylashim uchun bu hech kim qaramaydi. Varini hozir Maqsudga ham hech bir bo'lmayotganda o'zim tutaman. Va do'stlar, biz hozir suv oldik. Varini mana shu suvni olib boramiz-da. Prosta ko'ramiz. Mana. Sepkan tuz. Voy, mana. Uy, bilin. Do'stlar, Anita nimadir turibdi, lekin bizga tashlanish uchun ham qara, tuz olgan. Do'stlar, nima qilib turibdi? U prosta uzoqda qarab turibdi bizga. Bo'ldi, qolmadi, to'g'rimi? Bo'ldi, qolmadi. Qarang, u nimadir deyapti. Nima? Demak, chamadonni ochibsan. Nima? Gapiga tushunmayman. Nima? Yaqinlashma, bilet, yaqinlashma. Demak, chamadonni ochibsan. Demak, chamadonni ochibsizlar deyapti. Sivas, ne Gambit? Hop, nima bo'ladi chamadonni olsa? Qara, yana ketib qoladi, ey. To'xtagin, ey. Qara, ketib qolishini qara. Do'stlar, bu Ezord bu nima? Voy! Bilin. Qarang, brat. Odamga o'xshab gaplashing. Tushuntirsangiz biz ham tushunamiz. Nima bor edi chamadonchida? Nima u? Qoching. Qoch, yiqil. Bu jinnimi? Bu nima qo'y? Yo'q, qayting hozir yana tortib ketadi. Nimaga? Qoching. Oyog'ingizni. Yo'q, endi ortga yo'q. Nimaga? Kim? U keladi, endi ortga yo'l yo'q. Qayerga ketdi bu? Men tushunmayman. Shoshmang, bu yoqqa keling. Bilin. Shoshma. Eshik yopildi. Shoshma. U aytgan gaplarni hamma eshitdi. U o'zi sirani topadi. U shu ortga yo'l yo'q. Bilasan, boydan beri u deb ikkinchi marta gapirishi. Unga kerak chamadon. Keladi. Menimcha bilasan nima? U deb gapirayotganda, ismini aytishganda qo'rqayotgan odammi? Endi balkim odam bo'lsa, mashinani boshlig'i. Shoshsam, 100 mashinani boshlig'i. Shoshma, o'tgan. To'xting. Shoshma, Gambitga nima bo'ldi? Jim tur, ukam. Gambit yotibdi. Da. Yo'q, jim, qimirlamayapti ham. Bilin, o'lib qo'ygan bo'lsa-chi? Bizni noto'g'ri ish qilib qo'ygan bo'lsa-chi? Balkim u qo'ygan ritual prosta o'zgartirish kerak bo'lgandir. Biz uni buzib tashladik. Eng qisqasi klon nimadir qilib yuribdi. Gambit ham shu yotib qo'ygan. O'zi quyosh chiqishini kutib o'tiramizmi yashash uchun? Biling, mana qara, mana. Aytdim-ku, qashdan osga o'tdi. Yo'qmi, Ey, yo'q. stop. Chimadan undi. Bo'ldi, mana chemodanni olding. Sen chimadan olding, ket, bo'ldi, bor. Ket. Gambit Bor, ket. qaytar, Sardorni ham qaytar bizga. Bilet, men qo'rqitmoqchi bo'pti bu. Sen nima qilayotganingda? Tushunmayapsan, nima qilyapsan? Uy. Telefonim. Do'stlar. Hop, ey. Bilet. Sen tushunmayapsan, nima qilayotganingda? Qoching. Bor, qoch. Maqsud, qoch. Yaqinlashma. Ey! Shoshma. Menda savollar bor. Tushunmayapsan, nima qilayotganingda? Tushunmayapsan. Do'stlar qiynalib ketdi. Ay, bilet, do'stlar qiynalib ketdi. Topdi beni. Yo'q, bunday qilishma. Oyog'im tortdi. Yo'q, oyog'im og'riyapti, bilet. Ay, qoch, tegma menga, bilet. Tegma menga, bilet. Ay, bilet. Hey, Maqsud yo'q. Ay, kim yo'qdi? Kimsan, ey? Unaqa urmayman ekan, ha? O'rtoqlar Omon akani quvlab ketdi. Men masjidga bekinib turaman, Omon aka kelgungacha. Ay, bilet. O'rtoqlar, pastdan ovoz kelyapti. Ay, bilet, mana qo'yinglar. Ay,
Ay, o'rtoqlar orqalari shilib ketdi, bilet. Bile o'rtoqlar omon ekani menimcha basseynga tashlab yubormoqchi. Nima xohlaysan, o? Nima xohlaysan, o? Nima? Yo'q. Do'stlar, nimadir bo'pti. Yig'layapti. Stop. Men qochib ket. Shoshma. Bu nimaga yig'layapti? Kim? Ey! Kimdan qasd olmoqchisan? Muncha qasd olaman desam biladi. Kelganlar men faqat qasd olaman. Nimadan qasd olasan? Biz senga nima qildik? Seni yaxshi ko'rganing bormi? Kimnidir yaxshi ko'rasanmi? Yaxshi ko'rasanmi? Onamni. Otamni. Tinchgina sirkda ishlardik. Sirkda ishlarding? Sirkda. Yo'qolishdi sirkda. Sirkni yo'q yuborishdi? Xo'p, sen shu deb odam o'ldirasanmi? Ularni ham yo'q yuborishdi. Sizlar hammang. Do'stlar, Mani oilamni ajratgan odamlarni oilasi bo'lish kerakmi? Yo'q. Bo'lmaydi. do'stlar umuman hech narsa tushunmayman. Nima bo'pti? Tushuntir. Sizlar qotilsizlar. Bilet, yana qilib turibdi, Maqsud kir. Kir ichkariga, bilet, kir. Bilet, oyog'ingga qaramaysanmi? Tur. Bo'ldi, kelayman. Chiqib. Qanaqa nima? Bilet, Stop. Ey, bilet, tur kelayapti bunga. Ketaveray, kelayapti. Ey, bilet, tur. Ketdi, bilet. Bilet. Qatdingiz? Uxlab qolma, bilmayman. Nima bo'ldi o'zi? Hazillashasizmi? Mana qarang, nima bo'ldi? Hazillashasizmi? Yo'q, men tursam uxlayotgan ekanman. Qanaqa uxlab qolganimni bilmayman. Qarshi o'qin so'roq, keyin pastga tushdim, men nima qotdi? Do'stlar, mana shu tushunmayman, do'stlar nima bo'layotgani, do'stlar, mana shu tushunmayman nima bo'layotgani. To'g'risi. Mana bitta klonni qaranglar, ol. Nima? Mahkamaga bergan yordam. Shu edi. Yordam berolmayman. Nimaga yordam beraman? Bilet, bu Qanaqa kimmi bu? yordam oyog'imni sindirib. Nimalar bor? Nima qildinglar? Nima hamma yog'ing chang bo'yatibsan-da? Men tushunmayman. Birinchidan, Gambit aka bilan bo'lgan narsa, qayerdan bilay, o'zi tur paydo bo'lib qoldi. Nima bo'ldi? Qayerdan keldingiz? Prosta uyg'onman, so'raman, hammasi yaxshi. Turib chiqaman desam, baqir chaqiryapti. Tushsam mashaqli. Siz ishonavering, siz bizdan qattiq qo'rqitdingiz, videoda ko'rasiz. Ishoning, men sizni aldamayman. To'g'risi, videoda ko'rasiz. Sochingiz olib ketib, sizni jinni qilib qo'ydi. Eng qizig'i, anu bo'lib turib, ota-onamni o'ldirishgan, shuning uchun men hamma o'ldiraman deb anu ham вообще. Klon ham shu jinnilik qildi. Mana buni qarang, o'larmanlikka olishdi. Nima bo'ldi? Turinglar, soat 10 bo'ldi, tur. Ish boshlanib ketdi. Hamma uchun hazil. Men anu bilan yuguray, men anu bilan urishib yoki men ursam biladi. Sizlar qarab turinglar, sizlarga hazil. Qani xo'p, klon qani? Stobek klon kitob olib ketmadimi? Ha? Qanaqa kitob? Siz hali shu darajada bilmaysiz cholani. Hali endi sizga Svet yondi. Da. Svet yondi degani klon ketdi degan, to'g'rimi? Da. Stop. Sizlar o'zinglar tashqariga chiqinglar, tashqariga qidirlik klon keltimi yo'qmi? Daydi, boringlar. Nima balo bu ishinglar, nimalar bo'lyapti? Taqir-tuqir bo'lyapti-mi? Все. Oy bra. Daftar joyda. Bu degani demak klon daftar olmasdan ketdi. Bo'lmasa nimaga ketdi? Nima bo'ldi? Gapirib ber. Siz hushingizdan ketib qoldingiz-da. O'qitirib ketdingiz. Seni o'ldiraman. Len qo'rqitib bo'lmay unaqa. Qani klon? Yo'q, chiqibdi. O'zi topib kelardi, yo'q, acha bizni ko'rmaganimizda. Do'stlar, klon ijodiy. Mana prosta dasham olgan mana shu yerda. Sardor nima bo'ldi? Sardor yo'q hali ham. Shu boshidan beri Sardor yordam so'radi, shundan keyin yo'q. Rostdan ham Sardor ovoz qayerdan keldi? Men aytaman, boyagi gap, u ovozini o'xshatgan prosta. Mana shu qo'lingdagi kitob? Aytgancha, siz bu kitobni ham bilmaysiz. Keling tushuntiraman. Chemodanning ichidan mana shu kitob chiqdi Gambit aka. Esizdami men bu yulduzni chizgani? Bilganlar biladi bizniki. Bu daftar nomi o'lim daftari ekan. Va bu yerda yo'qolgan bolalar kundaligi. Ya'ni bilasizmi nima o'ylayapman? Men o'ylashim bo'yicha bu barcha klonlar yo'qolgan odamlar. Ya'ni saytda ham esingizda bo'lsa, natija deganda 3 ta odam, 6 ta odam, 7 ta odam yozilganda. Esingizda bormi? Bu 7 ta odamni bular o'ldirmagan. Bular yig'ib, miyasini chirtib, manqurt qilib klon qilgan. Shosimi, ya'ni shuning orqali juda ham ko'p qotil klonlar paydo bo'ldi. Sizni ham shunaqa klon qilmoqchi edi o'zi. Biz sizni qutqarib qoldik. Nima bilmayman. Lekin qarang. Undan keyin men aytdim mana, ishonmaysiz mana qarang, bu yerda yozilgan mana. Bu kitobda har bir yangi ko'rsatma yana bir dahshatli ish sodir bo'lgandan so'nggina ko'rinadi topdi. Ya'ni siz bilan dahshatli sodir bo'lgandan keyin bizga yordam berdi bu kitob. Ishonsizmi? Yo'q. Boyagi bratu. Bu yo'q edi-ku. Qarang, men ismi ham turibdi.
Shoshma. Menimcha bu mana shu masxarasi haqida ma'lumot. Xo'p, o'qiymiz. Kobra. Da boyagini ismi va boyagini yuzi. Bu klon bilan muammo qilmang, chunki uning qasosi yolg'iz bo'lmaydi. Butun klonlar jamiyati sizga qarshi chiqadi. Muammo qilmadinglarmi ish qilib? U chemodonni so'radi, biz chemodonni bermadik. Ichidagi narsa qani dedi, kitob dedi. Bile, do'stlar, menimcha u boya tipa kitobni ochman, kitob ochgandan keyin qayta olmaysan deb hazillashmadi, ha? Qanisi? Bu yo'q boshqa. Nima deysizlar, shu bilan mana shu Dark Klon temasini tugatamizmi? Davom ettiraylik, jigar. Qiziq bo'ladi. Siz uxlaringiz qanaqa qiziq bo'ladi? Men yerda o'lib ketdim, oyog'inglar yuribman biladi. Xo'p, qarang, mana. Obunachilar, agar sizlarga qiziq bo'lsa, hozir pastga tushinglar va Darknetni 4-qismi chiqsin deb yozinglar, agar sizlarga qiziq bo'lsa. Chunki hali bu daftar nimalarga qodir va bu klonlar, hali bu bittagina klon kelyapti bizga hali. Tasavvur qil, 4-5 nima bo'ladi. Xullas, mana shu videoning davomi chiqsa hozir bo'lsa like bosinglar. Hozir 9000 ta like va obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bunaqa videolar o'tkazmasligimiz kerak. Va agar sizlarga rostdan shu videoning davomi qiziq bo'lsa, mana shu klonni u deyapti, ismini aytmayapti. Balki mana shu daftar bizga hali bora o'shani sirlarni ham ochar. Ya'ni barcha sirlarni ochgan holda qotil klonlarni oxirigacha bormoqchimiz. Agar sizlarga mana shunaqa tipa как фантастический serial formatidagi rubrika qiziq bo'lsa, hozir like bosing, 99000 like va bu videoni to'rtinchi chiqadi. No, albatta sizlar mana shunaqa uzun bir serial ko'rmoqchi bo'lsanglar va o'zbek YouTube'dagi yagona horror tarixga ega serial ko'rmoqchi bo'lsanglar, просто like bosinglar va bizdan qo'llab-quvvatlaylar. 99 like va video davom chiqadi. Va shu bilan sayt yondi, klon ketdi, biz esa salgina o'zimizga olishimiz kerak. Keyingi videoda ko'rishguncha, chao.